Xayrli kun, assalomu alaykum. Qizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bahorni birinchi kuni muborak bo'lsin va hammanglarga baxt, omad, sog'lik tilayman. Ertalabdan ko'chada ishlarimni bitirib, endi hozir kosmetologga ketyapman, yuzimni shlifovka qildirishga. Yana bir sidra, chunki yuzlarimda ozgina aknelarim bor edi. Bir marta shlifovka qildirganimda juda ham yaxshi bo'lgandi. Yana kamida 2 marta qildirishim kerak ekan, undan ham yaxshi bo'lishi uchun, yuzni terisi yengillanishi uchun. Endi istoriyalarda shu 5 kuncha yuzimni ko'rsatib chiqa olmasam kerak, sababi o'sha hozir adamiz olib ketyaptilar meni. Yuzimni polniy bir sidra terisini ko'chirib tushirishadi, как peelingni og'irroq turadi bu. Qildirtirmasam bo'lmaydi. Shuning uchun bugun yaxshilab meni ko'rib olinglar. Shu bilan 5 kunlarda xudo xolasa, keyin yuzim o'sha qurib tushgandan keyin yuzimni bemalol ko'rsata olsam kerak deb o'ylayapman hozir.